Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi pechkamizga o'rnatiladi. Namangan viloyati Kosonsoyga kelganmiz. Rengalari mana zavodskoydan zakaz qilishdi. Olib kelib, mana joylari. Sagarton ekan, joylarni ochib, mana pechkalarni xudoga o'rnatib oldik. To'g'risi xizmatlar vodiy bo'ylab kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Pechka 5lik zavodskoy kraskalangan bo'ladi. Full varianti, mana qanotlari, orqani duxovkasini ham eshigi bo'ladi. Bu tozalaydigan joylari zavodskoyda shunaqa bo'ladi. Xizmatlar kerak bo'lsa nomerlar qoldiramiz. Mana shunaqa sariq ishlarda uramiz. Ablisovka, materiali tosh. Buni shuvoqqimiz, kayfiyatimiz shunday qoladi. Haftada, oyda bir 2-3 marta artib turilsa, chiroyli bo'lib turaveradi, uyda ko'rki bo'lib. Oldin anaqa holat. Aloqaga chiqib olasizlar. Ha, hurmatli obunachilar. İşimizni ham bitkazib oldik. Buni yoqib sinadik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab hamma yo'g'ini o'zimiz olib, o'rnatib yoqib beramiz. Uyda egasi 2 qop sement, shipardan chiqadigan bo'lsa, bitta azbistirib olib beradi. Mana. Old tarafi pechka 5lik. Orqa tarafı. Öte güzel çıktı.